Bugün O'zbekiston Xalq shoirasi ustozimiz Oydin Hojiyevaning tavallud kunlari. Biz har yili Saodat jurnalida bir go'zal an'anamiz bor, qadriyatlarimiz, yo'qlovlarimiz, oqibatlarimiz bor. Ustozni eng birinchi jamoamiz bilan ko'pchilik bo'lib, ustozni qabrlariga ziyoratga kelamiz, duolar qilamiz va ustozni qatorida yotgan barcha ustozlarimizni mana bu yerda Naim Karimov mana ko'rinib turibdilar. Oybek domlamiz, ustozlarimiz, Suyma G'aniyevani ko'rib turibmiz. Umarali Normatov mana bu yerda san'atimizni ajoyib katta namoyandasi Qizlarxon Do'stmuhammedova, Zulfiya xonim, ustozimiz u yoqda Abdulla Oripov. Xullas, barcha adabiyot yo'nalishida har bir tebratgan qalami, yozgan satri, aytgan har bir yaxshi so'zi uchun bizga ustoz sanalgan insonlarni bir ziyorat qiladigan kunimiz bugun. Va ilohim yotgan joylari jannatda bo'lsin, o'zlaridan qoldirgan katta ma'naviy meroslari bardavom bo'lsin bizga va bizdan keyingi avlodlarga ham xizmat qilsin va biz hamisha duolarida bo'lib, munosib izdosh bo'lib yashashlik bizlarga ham nasib qilsin. Nega albatta Chinnigul bilan kelamiz? Oydin opam Chinnigullarni yaxshi ko'rardi. Tug'ilgan kunlarida ham qip-qizil Chinnigul ko'tarib kelardi. Har bir shogirdi eshigidan kirib kelayotganda 3 dona, 5 dona topgani bir dona Chinnigul bilan yo'qlardik va hozir ham Chinnigullar bilan yo'qlayapmiz. Ustozimiz oxiratlari obod bo'lsin. Hamisha barhayot biz bormizki, ustozimiz hayot bilan. Judika Rahimboyevadan ham biz so'zlarini olishingiz mumkin, qizim. Sharhuduz jurnalda ishlardilar u paytda. Muloyim, sekin, sokin ovoz bilan gapirib, she'rlarim o'qib, maslahatlar beruvdilar. Mana keyin ne baxt bir 18 yil bitta jurnalda Saodatda ishlash nasib qildi. Juda ko'p mehnatlari singan. Mana hozir men nimalarga erishgan bo'lsam, shu tahrirda, adabiyotda nimalarga erishgan bo'lsam, albatta Oydin opamning ham hissalari juda ham katta. Qabrlaringiz nurga to'lsin Oydin opa. Har yili mana Norxon bizni bir paytlar o'zingiz boshlab kelardingiz mana shu qabristonga. Zulfiya opamning, G'afur G'ulomning, Maxsus Shayzodaning, Mirkemin domlaning qabrlarini ziyorat qilardik, pullar qo'yardik Saida Zulmuvaning. Mana endi bugun navbat sizga kelibdi. Oxiratlaringiz obod bo'lsin. Izlaringiz qut bo'lsin. Bitta yolg'iz qizingizdan mana nabiralaringiz ko'payib bizingizni davom ettirishyapti. Qabringizni gullarga bir gap qo'yishibdi, uzoqda bo'lsa ham. Xudoyog'ida biz ham qo'limizdan kelgancha hayot ekanmiz, siz yodlaymiz. Mana jurnalimizda har yili mana shu sonda sizga maqolalar beramiz. Boshqa joyda yozyapmiz. Biz hayot ekanmiz, biz qo'limizda qalamimiz bor ekan. Siz hamisha biz bilan birgasiz. Bizdan keyin ham, o'zimizdan keyingi avlodlarga ham siz nomingizni, adabiyot uchun qilgan xizmatlaringizni yetkazib berishga harakat qilamiz.